Yaqinda o'ylaganimda shu narsani e'tibor berdim. Hozir meni 3 ta o'g'lim bor, qizim yo'q va o'g'illarimga ham xuddi otamga qanaqa erkalangan bo'lsa, xuddi shunaqa erkalanib yurar ekanman. Ya'ni 40 yoshga to'lyapman va shunaqa bo'lishiga qaramasdan uyimizda baribir kichkina qizaloqdek yurar ekanman. Farzandlarimga ham, turmush o'rtog'imga ham, ya'ni ular bilan erkin o'zimning ehtiyojlarimni aytaman. Ba'zida men uchun nimadir qilishini ham aytishim mumkin. Va tushundimki, bu otam bilan munosabatda asorati deb o'ylayman. Demak, qiz bola hayotidagi har qanaqa erkak bilan quradigan munosabati uni otasi bilan bo'ladigan munosabati bilan chambarchas bog'liq, shunaqa. Chunki birinchi assotsiatsiya, birinchi hayotidagi erkak baribir otasi bo'ladi va perinoz degan narsa bor psixologiyada. Bir xil o'xshash yoki nima bilandir o'xshashi bor, bog'liqligi bor odamlarga perinoz munosabat perinoz bo'ladi, ya'ni ko'chib o'tadi. Shunaqa. Ko'p oilalarda bilamanki, ota qizni hadeb ham erkalatmaydi. Umuman otasi tarafidan erkalatilmagan qizlarni bilaman. Mana shu narsa qanaqa ta'sir qiladi keyingi bo'ladigan munosabatlarda? Chunki hozir aytdik, ayol kishini keyingi munosabatlari uni birinchi marta otasi bilan bo'lgan munosabatlari bilan bog'liq deb. Da. Agarda afsuski mana siz aytgan otalarni farzandini erkalamasligi nafaqat qizlar bilan, balkim o'g'il bola bilan ham bo'ladi. Chunki bizni diyorimizda ota faqat pul topuvchi, ta'minotchi, ya'ni u yana oilaviy tarbiyada yomon politseyskiy rolini ham o'ynaydi. Xuddi shu ya'ni narsa. onalar adangga aytaman deb shunaqa qilib bolani qo'rqitib boshqarishga harakat qilishadi. Yana shunaqangi vaziyat borki, to'g'ridan to'g'ri otaga murojaat qilish mumkin emas. Hamma narsani to'xtab tur, kayfiyatlari yaxshi bo'lganda men o'zim so'rab beraman. Shunchaki borib o'zing so'rab ruxsat ol nimagadir degan narsa ham yo'q. Shunaqa. Menimcha yana bunga sabablardan biri otalar o'zini onasi bilan yashashi bo'lishi ham mumkin. Ya'ni Ishlab kelgan otalar uyga kelganida har doim buvisi adangga gapirma, tegma yoki bolani uxlatib turing kelin, ishlab charchab keldi degan qarashlar ham bo'ladi-da, o'z-o'zidan ota qandaydir oiladan tashqariga chiqib qoladi. Masalan, men buni otalik lazzatini his qila olmayotgan ota deb atayman shunaqa holatda, ya'ni charchab kelgani uchun farzandlar uxlab qolishiga majbur bo'lgan, o'zlarini gapini gapira olmagan, kelib ular bilan o'ynamagan va ko'pincha endi uni otani onasi avaylashga harakat qiladi-da. O'g'lim charchab keldi, ishlab keldi, shuning uchun muammoingizni aytmang, bolani uxlatib qo'ying deb talab qiladi. lekin qaysidir ma'noda bu o'sha otalarga, ularga bo'layotgan mana shu munosabat farzandlar tarafidan yoqadi deb ham aytish mumkin. Sababi ular o'zini qanaqadir bir rus tilida aytganda недоступный deydi-yu, o'shanaqaroq his qilish, hech bo'lmasa oilasida shu narsani his qilgandek tuyuladi-da. Yoqsa bu endi lekin otalik lazzati bu boshqa narsada. Masalan, biz onalarda instinkt tabiiy. Farzand dunyoga keltirdik. Birinchi farzandingizni dunyoga keltirganingizni qizg'anasiz. Da, qalbingizda nimadir erigandek his bo'ladi va nafaqat o'zingizning farzandingizga, balkim boshqa bolalarga ham nisbatan har bitta ona bo'lgan ayol yumshoq ayol bo'lib qoladi. Ya'ni o'z-o'zidan emotsiyalar o'zgaradi, lekin otalarda shunaqa instinkt tabiiy emas. Ular otalikni asta-sekinlik bilan his qilishadi-da. Shuning uchun ham farzandi bilan birga vaqt o'tkazmasa, shunaqa недоступный bo'lsa, afsuski, mana shu instinkt ishlamasligi ham mumkin. Shuning uchun aytishsa kerak-da, o'zbeklarda erkak kishi otalikni nevarali bo'lganda tushunadi deb. Balkim bizda shunaqa bo'lishi mumkin. Otalar ishlagan, lekin nabirasi tug'ilgan vaqtda ish yo'q. Bolaga qarash kerak. Mana endi instinkt uyg'onish vaqti bo'lgan Boshqacha zavq bilan sabr yetadi bolaga qarashga. Agarda mana otasi bilan yaqin bo'la olmagan, o'zini fikrini ayta olmagan, u turmush o'rtog'i bilan ham shunga o'xshagan munosabat bo'ladi. Ya'ni oyi ham adasi bilan farzandlarining muammosini o'ziga aytmayapti. Ular alohida qolganda gapiryapti. Bu degani er va xotin munosabati ham namuna sifatida bolalarning oldida ko'rsatilmayapti. Endi bu qiz turmushga chiqqanda o'zini turmush o'rtog'i bilan ham yaqin bo'lishga qiynaladi. Chunki ko'rmagan er xotinlar qanday muomala qiladi, o'zining otasi bilan ham yaqin munosabat qilmagan va demoqchimanki, mana shunaqa otani недоступный qilib saqlash oilaviy yaqinlikka negativ ta'sir qiladi. Tushunarli.